Har qanday masalaning ikki tomoni bor. Bu yaxshi tomoni, yomon tomoni. Hayotda biz masalaning yaxshi tomonini oldin ko'ra bilib, yaxshi tomoni haqida o'ylab, yaxshi tomonni ko'proq gapirib, yomon tomoni haqida kam o'ylasak, kam gapirsak, hayotda mayda-chuyda masalalarga o'ralashib qolmaymiz va har qanday masalani oson hal qilishi yo'lini bilamiz. Hayotda bitta prinsip bilan yashayman, sizlar ham shunga harakat qilinglar. Hayotda nimaiki bo'lsa, yaxshilikka. Bu shunaqa deb yashasanglar, xudo xolasa vaqt hakam, o'sha narsa yaxshilikka bo'lib chiqadi. Sizlarga ham shuni tavsiya beraman. Buni men bir chet el kitobida o'qigan hikoyam bilan sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Bir kuni uzoq qishloqda yashaydigan Jon ismli kollej o'qituvchisi uyidan 30 chaqirim narida joylashgan kollejga o'z mashinasida ishga chiqib 27 kilometr o'tib mashinasi buziladi va mashinasi evakuator xizmati chaqirib ustaxonaga berib yuborib, kollejga yarim soat kech kirib borishga to'g'ri keladi. U kollejga kech qolib kiradi va kayfiyati yuqori kayfiyatda kirib boradi. Shunda administrator qiz ikkita savol bilan murojaat qiladi. Nega uni kech qolganligi va kayfiyatning yuqoriligi, ya'ni kayfiyat yaxshiligini so'raganda Jon shunday javob beradi. Birinchidan, meni mashinam 27 kilometr o'tib emas, balkim undan uzoqroq joyda buzilishi mumkin edi. Yo'q, unday bo'lmadi. Meni mashinam 3 kilometr qolganda buzildi. Ikkinchidan, meni mashinam havoni yomon kuni, qor, yomg'ir, sovuqda buzilishi mumkin edi. Yo'q, unday bo'lmadi. Meni mashinam havoning yaxshi kuni, bahor oyining yaxshi kunida buzildi. Uchinchidan, men rulda paytimda qilolmaydigan darsga tayyorlanish, darsi xayolan bolalarga yaxshi qilib o'tish haqida o'ylamas edim. Bunda darsimga tayyor bo'lib keldim degan javob beradi. Keling azizlar, biz ham hayotda mana shu Jonni misol olib, hayotda yaxshi tomonlarni ko'ra bilishga harakat qilaylik. Bizning kasalliklarimizda ham, biz davolayotgan kasalliklarimizda ham xuddi shu ikki tomon bor. Kelinglar, biz kasallikni Alloh bergan bizga sinov, ya'ni Xudo xolasa Alloh kasallikni berdi, shifosini ham o'zi beradi degan ma'no bilan, bu ham yaxshilikka degan ma'noda o'ylasak. Masalan, oddiy kasallikni berdi, shifosini ham o'zi kim orqali berishini, qaysi tabib, qaysi shifokor orqali berishini o'zi biladi. Xudo xolasa deb niyat qilsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana oddiygina uyqusizlik, nevroz va tushkunlik, depressiyani oladigan bo'lsak, uyqusizlikdan to'g'ri foydalanib, uyqu kelmagan paytda kitoblar mutolaa qilib, ibodatlar bilan o'tkazsak, Xudo xolasa bu manfaatli bo'ladi, ham foyda keltiradi. Ikkinchidan, grija kasalliklarini oladigan bo'lsak, 5 mm, 10 mmlik grijani hayotimizni, butun hayolimizni, oilamizni shunga burib, juda katta bir fojiaga aylantirib bu narsani qilmasdan, doktori tashxisini qo'ygan, tashxisini to'g'ri deb bilib, Xudo xolasa Alloh bergan bu ham kichkinagina organizmimizni 0,01% joyida joylashgan kichkinagina narsalarga, bu ham Xudo xolasa Alloh bergan dardiga shifo beradi. Bundan ham Xudo xolasa xalos bo'lib ketaman degan ma'noda mana klinikamizda, asosan gruppamizda klinikamizda klinikamizda yotgan kasallar yotibdi. Mana shunaqa o'ylaydigan bo'lsak, Xudo xolasa Alloh shifosini o'zi beradi. Hamma narsa joy-joyida bo'ladi. Platformalarni orqali berayotgan sizlarga mana shu maslahatlarim, hozirgi aytgan masalalarim bo'yicha har qanday platforma orqali keladigan savollaringizga, keladigan sizlarga qilolmaydigan ishlaringiz bo'yicha tavsiyalar berishga tayyorman. Meni platformalarim, guruhlarim, kanallarimga a'zo bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan psixoterapevt Xurshid Qalandarov bo'ldi. E'tiborlar uchun katta rahmat.